1.8 Lasetti'ning ishqibozlari uchun zo'r holatdagi bitta Lasetti avtomobilini topib qo'ydik. 2012-yilda ishlab chiqarilgan mexanika bo'lgan, zavodskoy 1.6 motorlini korobkasi qo'yilgan ekan, avtomat qilingan, bosib o'tgan masofasi probegi 254 ming kilometr. Mashinaga 4-pakaleniya metan gaz o'rnatilgan, texnik holatlari juda ham a'lo darajada ekan. Motor, ходовой korobkada hech qanaqa muammosi yo'q, yurishlari vashye zo'r mashinani. 4 ta baloni absolyutno yangi holatda, yumshoq balonlar taqib qo'yilgan. Salon qismiga keladigan bo'lsak, ideal holatdagi salon, qarovsiz ketmagan, plastmassalar yaxshi chexol, polikli taqilgan, rul o'zini zavodskoy ruli, monitor o'rnatilgan, video registrator o'rnatilgan, signalizatsiya Magicar bor. Bitta lyuk yo'q, chunki bu переделка mexanikani avtomat qilingan, hech qanaqa muammosi yo'q. Kraskasiga keladigan bo'lsak, orqa chap taraf kalenkasi sepilgan, pitno qilib, eshigi toza, krilon tepasi toza va oldi kapoti alishgan, ya'ni yangi qo'yilgan, shpaklyovka qilmaslik maqsadida. Ikkita krilolari toza, usilitellari toza, lanjorlari but-butun mashina. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $6,900 mashina faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar. Baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.